41-chi masalaning javobi quyidagicha. 5 ta masalaga turlicha vaqtlar berilgan, 4 daqiqa, 7 daqiqa, 13 daqiqa, 14 daqiqa va 20 daqiqa berilgan bo'lsa, ixtiyoriy 3 ta masala uchun qancha vaqt sarflash mumkin deyilyapti va 4 ta variant berilgan. Ixtiyoriy 3 ta tanlaydigan bo'lsak, 4, 13, 20 ni oladigan bo'lsak, misol uchun 37 daqiqa bo'ladi. Bu C javobda mavjud. Demak, to'g'ri javob C. 42-savolning javobi quyidagicha. Xonada ikkita bir xil sham bor va 20 daqiqada yonib tugaydi. Xona qorong'u bo'lgan paytda birinchi shamni yoqib qo'ydik va yarmi yonguncha kutib turdik. Ya'ni 10 daqiqa xona bitta sham orqali yoritiladi. Ya'ni 10 daqiqa vaqt ketdi. Keyin bu yarim bo'lganda ikkinchi sham yoqib yuborildi. Ya'ni ikkinchi sham yondi. Endi bu yarmi, buni esa bir butun sham bor. Ikkalasi birgalikda yonadigan bo'lsa, yana xona 20 daqiqa vaqt mobaynida yonib turgan, yorug' bo'ladi. Dastlab 10 daqiqa bitta shamni o'zi yoqib qo'yilgan bo'lsa ham xona yorug' hisoblanadi. 10 daqiqaga va 20 daqiqani qo'shadigan bo'lsak, 30 daqiqa bu C javobda turibdi. 6-masalaning javobi quyidagicha. 3 xil o'yinchoq uchun jami 284 so'm pul to'langan. 48 ming so'mlik mashinadan 2 dona, 13 ming so'mlik o'yinchoqdan 4 dona va donasi qancha noma'lum bo'lgan mashinadan 8 dona olingan va jami 284 ming so'm to'langan. 48 mingdan ikkitasi 96 ming bo'ladi, 13 ming so'mdan 4 tasi 52 ming bo'ladi va x so'mdan 8 ta mashina 8x so'm bo'ladi. Bularning yig'indisi 284 mingga tenglashtirib oladigan bo'lsa, x teng 17 ming. Demak, bitta mashinaning narxi 17 ming so'm. Bu A javobda turibdi. 44-masalaning javobi quyidagicha. 44-masalada bitta kubni 4 xil ko'rinishini bergan va biz keyingi ko'rinishini topishimiz kerak bo'ladi. Bu esa C javobda turibdi. Qolgan variantlarda to'g'ri kelmaydi. Xo'p, 45-masalaning javobi quyidagicha. Xonada qizlar bolalardan 2 marta ko'p edi. Shuning uchun qiz bolalarini x, o'g'il bolalarni x deydigan bo'lsak, endi 4 ta qiz bola, 5 ta o'g'il bola xonadan tark etdi. Ya'ni 2x - 4 qiz bolalar qoldi, x - 5 o'g'il bolalar qoldi. Shundan keyin qiz bolalar o'g'il bolalardan 3 marta ko'p bo'ldi deyiladi. Demak, o'g'il bolalar sonini 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak, tenglashadi. Bu tenglamani yechadigan bo'lsa, x teng 11. Bizda dastlab xonada nechta o'quvchi bor edi deyiladi. Dastlab qizlar 2x, bolalar x bo'ladigan bo'lsa, birgalikda 3x bo'ladi. X 11 bo'ladigan bo'lsa, 3x - 33 D javobda turibdi. 46-masalaning javobi quyidagicha. 4 xil shakl berilgan va mana shu 4 ta shaklni birlashtirib javob variantlaridan qaysi birini hosil qilish mumkin deb so'ralyapti. Ko'rib turganingizdek, A javobni 4 ta bo'laklarga bo'ladigan bo'lsak, aynan bizga berilgan 4 ta qismlardan tashkil topgan bo'lar ekan. Demak, to'g'ri javob A. 47-masalaning javobi quyidagicha. 800 km/soat tezlik bilan harakatlanayotgan samolyot 9000 km masofani bosib o'tgandan keyin manzilga yetib bordi va bu paytda soat 21:00 edi. Samolyot aeroportdan nechida uchgan? Buning uchun qancha vaqt sarflagan topishimiz kerak? 9000 km ni 800 km/soatga bo'ladigan bo'lsak, 45 taqsim 4 soat, ya'ni bu degani 11 soat 15 minut havoda bo'lgan. Demak, soat 21:00 da yetib kelgan bo'lsa, 11 soat 15 minut orqaga qaytadigan bo'lsak, ertalab soat 9:45 da aeroportdan jo'nab ketgan bo'ladi. To'g'ri javob C. 48-masalaning javobi quyidagicha. 9 kilogramli yashiklar va 7 kilogramli sumkalarga olma joylandi. Joylab bo'lingandan keyin yashiklar sumkalardan 2 marta ko'p bo'lgani ko'rindi. Demak, 2x ta yashik, x ta sumka ishlatilgan. 2x ta yashikka 9 kilogramdan 18x, x ta sumkaga 7 kilogramdan 7x solinadi olma, jami 150 kilogram. Bu yerdan ko'rinib turibdiki, x teng 6. Endi bizga savol berilyaptiki, yashiklarga, sumkalarga qaraganda qancha ko'p olma solingan. Endi, xo'p, x'imiz 6 bo'ladigan bo'lsa, 6 ta sumka 7 kilogramdan 42 kilogram bo'ladi va 108 kilogram yashikka solingan. 108 dan 42 ni ayiradigan bo'lsak 66, bu C javobda turibdi. 49-masala. Bog'da 3 ta ishchi jami 450 ta ko'chat o'tkazishdi. Birinchi ishchi jami ko'chatlarning 9 dan 2 qismi, ya'ni 100 ta. Ikkinchi ishchi 50 ta, uchinchi ishchi qolganini 10 dan 3 qismi. Endi 100 tanisini birinchisi, ikkinchisi 50 ta bajargan bo'lsa, ikkalasi 150 ta bo'ladi. Jami 450 ta bor edi. 150 tasi ketgandan keyin 300 ta qoladi. O'shani 10 dan 3 qismi esa u 90 ta bo'ladi. Tushlikdan keyin hammasi baravar ko'chat o'tkazishdi deyilyapti. Demak, tushlikkacha qancha ekilganini topishimiz uchun 100, 50, 90 ni qo'shib chiqadigan bo'lsa 240 bo'ladi. Jami ko'chatlar 450 dan ayiradigan bo'lsa 210. Mana shu 210 ta ko'chatni tushlikdan keyin uchalasi baravar miqdorda ekib chiqqan. Ya'ni 210 ni 3 ga bo'lsa 70 dan bo'ladi. Endi bizdan har bir ishchi nechtadan ko'chat o'tkazdi deyotgan bo'lsa, 100 ga 70, 170, 120 va 160 bo'ladi. Bu esa to'g'ri javob B da turibdi. Keyingi savolning javobi quyidagicha. Ushbu shaklda qirqilgan joylari mavjud. Bu shaklni dastlabki holatga ochganda qanday shakl paydo bo'ladi deyapti. Bu shaklni ochganda B shakldagi holat ko'zda ko'rinadi. Demak, to'g'ri javob B. 51-masalaning javobi quyidagicha. Bitta qalam 12 ta varaqga rasm chizishga yetadi.
kuniga 3 tadan 5 tagacha varoqqa biz rasm chizadigan bo'lsak, bir oyga bizda eng kamida nechta qalam bo'lsa, aniq bizni ishimiz bitadi. Ya'ni bu nima degani desak, kuniga 3 tadan 5 tagacha varoq kerak bo'ladigan bo'lsa, bir oyda 90 tadan 150 tagacha varoq kerak bo'ladi. Endi kuniga 3 tadan 5 tagacha varoq kerak bo'lgani uchun bir oyda 90 tadan 153 tagacha bo'ladi. Bitta qalam 12 ta varoqqa yetadigan bo'lsa, 150, ya'ni eng ko'pini oladigan bo'lsak, 150 ni 12 ga bo'lsak, 12 yu 6 qoldiq. Endi biz qoldig'iga qaramaymizda 12 emas, bitta qo'shib, ya'ni 13 ta qalam oladigan bo'lsak, aniq bizga qalam zaruriyati yuzaga kelmaydi o'sha bir oy mobaynida. To'g'ri javob D bo'ladi. 52-masalani javobi quyidagicha aytilganki, faqat Jamol Chingizdan oldin keldi deyapti. Demak, Chingiz 2-o'rin, Jamol 1-o'rin bo'ladi. Nodir ham Rasul ham Elyordan keyin. Demak, Elyor 3-o'rin, Nodir bilan Rasul undan keyingi o'rinlarda. Lekin Nodir bilan Rasul 4, 5 va yoki teskarisi ham bo'lishi mumkin. Ya'ni Nodir 4-o'rinda yoki 5-o'rinda ham bo'lishi mumkin. Bu haqida aniq ma'lumot berilmagan. Shuning uchun kim 4, kim 5-o'rinda ekanini aniq aytib bo'lmaydi. To'g'ri javob C, ya'ni aniqlab bo'lmaydi. Xo'p, 53-masalani javobi quyidagicha. Telefon oddiy holatda 24 soatga yetadi zaryadi. Agar internetdan foydalansa 12 soatda, telefonda gaplashilsa 8 soatda. 2 soat telefonda, 3 soat internetda o'tirilgan bo'lsa, telefonning o'sha qolgan quvvati 2 soatga yetadi deyapti. Endi internetda 12 soatda butun boshli batareyaga yetgan bo'lsa, 3 soat internetga o'tirilgan bo'lsa, demak 12 dan 3 qismi, ya'ni 4 dan 1 qismi ishlatildi batareyani. Endi 8 soatda telefonda gaplashilganda zaryadi o'char edi. 2 soat telefonda gaplashgan bo'lsa, yana 8 dan 2 qismi, 4 dan 1 qismi yana ketdi. 4 dan 1 qismiga 4 dan 1 qismini qo'shadigan bo'lsa, 2 dan 1 qismi, ya'ni yarmi ishlatildi. Ya'ni 2 soat telefon va 3 soat internetda batareyaning yarim quvvati ishlatilgan bo'lsa, ya'ni yarim quvvati qoladi. Yarim quvvati oddiy holatda 12 soat yetardi. To'g'ri javob C bo'ladi. 54-masala, ushbu jadval berilgan. Biz jadvalni qoniyatni topgan holda so'roq o'rnida turgan sonni topamiz. Qanaqa qoniyat ketyapti desak, 2 ga 4 ni ko'paytirib, yana mana shu qo'shilyapti. 2 kara 4 8, 2 ni qo'shsa 10. 2 kara 8 16, 2 ni qo'shsa 18. 2 kara 12 24, 2 ni qo'shsa 26. Endi xuddi shunaqa so'rovni topish uchun 5 kara 4 qo'shilgan 5 qilishimiz kerak. Bu esa 25 ga teng D bo'ladi. 55-masala. Kvadrat shaklidagi qog'oz dastlab 2 ga buklandi, to'rtta burchak hosil bo'ldi va buni yana 2 ga buklagan holda kichkina kvadrat hosil bo'ldi. Kichkina kvadrat tomoni 5 bo'ladigan bo'lsa, dastlab kvadrat tomoni necha edi deyilyapti. Kichkina kvadratimiz 5 bo'ladigan bo'lsa, buni xuddi shuning tepaga ochadigan bo'lsak, tomoni 10 bo'ladi. Demak, to'rtta burchakning uzun tomoni 10 bo'ladigan bo'lsa, kvadratimizni ham bir tomoni o'sha to'rtta burchakning tomoniga teng edi, 10 sm bo'ladi. Demak, to'g'ri javob A bo'ladi. 56-masalani javobi quyidagicha. 1 soatda 40 ta uyga yetkazib bera oladi. 15:30 dan 19:00 gacha ishlay oladi va 17:00 dan 17:15 gacha tanaffus oladi. Ya'ni 15 daqiqa tanaffus oladigan bo'lsa, nechta uyga ovqat yetkazib bera oladi deyapti. Demak, 15:30 dan 17:00 gacha dastlab ishlaydi. Chunki 17:00 da u tanaffusga chiqadi. Shuning uchun 15:30 dan 17:00 gacha 1,5 soat vaqt bor. Mana shu 1,5 soatda u 60 ta uyga yetkazib bera oladi. Chunki 1 soatda 40 ta bo'lsa, 1,5 soatda 60 ta bo'ladi. Endi 17:15 gacha dam olgandan keyin yana 17:15 dan 19:00 gacha, ya'ni 1 soat 45 daqiqada yana ovqat yetkazishni davom ettiradi. 1 soat 45 daqiqada 70 ta ovqat, 70 ta uyga mahsulot yetkazib bersa bo'ladi. 60 ga 70 ni qo'shadigan bo'lsa 130, bu C javobda turibdi. 57-masalani javobi quyidagicha. Masalada aytilishicha, Ali Karimdan $5 ko'proq pul to'lagan. Ya'ni x + 5 bu x. Karim Halimadan $4 ko'proq. Demak, Halima $4 kamroq bo'lgani uchun x - 4 bo'ladi. Halima Diyordan $2 ko'proq. Demak, Diyor $2 kamroq bo'lsa x - 6 bo'ladi. Diyor Jamoldan $1 ko'proq to'lagan bo'lsa, demak Jamol $1 kamroq. Ya'ni x - 7 bo'ladi. Va shu narsa aytilganki, Karim Diyordan 2 marta ko'p pul to'ladi. Ya'ni Karimni to'lagan pul Diyor to'lagan pulning 2 baravarga teng. 2 kara x - 6. Ushbu tenglamani yechadigan bo'lsa 12 bo'ladi. Demak, x ni 12. Bizdan 5 nafar bola jami qancha pul to'lagan desa, 5 nafar bolaning to'lagan pullarini jami qo'shib chiqadigan bo'lsak, 48. Bu B javobda turibdi. 58-masalani javobi quyidagicha. Bizga 48 ta kvadratdan iborat naqsh berilgan va mana shu naqshda necha xil kvadratchalardan foydalanilgan deyapti. Biz o'sha har xil kvadratchalarni yozib chiqdik. Mana 5 xil ko'rinishdagi kvadratlardan foydalanilgan. Bu esa B javobda turibdi. 59-masalani javobi quyidagicha. 201 nafar o'quvchi bor. O'sha o'quvchilarning 70% dan 75% gacha nemis tilini, 40% dan 50% gacha ingliz tilini biladigan bo'lsa, ikkala tilni ham biladigan eng ko'p nechta o'quvchi bo'lishi mumkin deyilyapti va shu bilan birga hech bo'lmaganda bitta fanni o'qiydigan o'quvchi bor. Bu degani 201 nafar o'quvchini bari hammasi yo nemis tilini, yo ingliz tilini, yo ikkalasini ham o'rganadi. Biz
Eng ko'p foizlarni olamiz, ya'ni 75% va 50% deb hisoblaymiz. Va ularni kesishmasi eng katta chiqishi uchun. 201 ning 75% 150.75 bo'ladi, lekin o'quvchi sonini biz butun deb ola olmaymiz. 10 kasr qilib ola olmaymiz, butun qilib 150 nafar deymiz. 201 ning 50% 100.5 bo'ladi. Biz ham buni butun qismini olib 100 deymiz. Ya'ni 150 kishi nemis tilini, 100 kishi ingliz tilini biladi deb tasavvur qiladigan bo'lsak, ikkalasini qo'shib o'quvchilar sonini ayiradigan bo'lsak 49 nafar ikkala tilni ham biladi. Bu eng ko'pida. To'g'ri javob A bo'ladi. 60-savol. To'g'ri javob bersa 5 ball, o'tkazib yuborilgan ball uchun savol uchun 2 ball ayirib tashlanadi va noto'g'ri javob uchun ball olib tashlanmaydi 0 ball, lekin 5 ta noto'g'ri javob beradigan bo'lsa, o'yin tugaydi va o'sha yerda ballar hisoblanadi. Salima 42-savolga kelib 157 ball oldi va shu yerda o'yin tugadi. Ya'ni 42 ta savoldan 5 ta noto'g'ri javob berib bo'ldi, tugadi o'yin. Tolib 50-savolgacha yetib bordi, lekin undan 1 ball kam, ya'ni 156 ball oldi. Endi Tolibni nechta to'g'ri javob savolga javob bergan deyapti. Biz nima qilamiz? X ta savolga to'g'ri javob bergan bo'lsa 5 balldan 5x ball oladi Tolib. Y ta savolni o'tkazib yuborgan bo'lsa 2 balldan ayirib tashlaydigan bo'lsa 2y ayriladi va Z savol noto'g'ri savolga javob bergan bo'lsa 0 balldan 0 karra Z bo'ladi. Va mana shu 156 ball. Mana shu yerda y ga o'zimizdan son qo'yamiz, ya'ni x butun son chiqishi uchun y ga 12 qo'yamiz. Chunki 2 karra 12 24 minus 24 bu yerga plus bo'lib o'tadi 180, 185 ga bo'lsa 36. Demak, 36 ta savolga to'g'ri javob bergan, 12 ta savolga noto'g'ri o'tkazib yuborgan, jami 48 bo'ladi va 2 ta savolga noto'g'ri javob bergan. Demak, to'g'ri javoblar soni 36 bo'ladi. Bu to'g'ri javoblar savollar soni 36. Bizdan nechta o'tkazib yuborgan bo'lishi mumkin deyapti. 12 ta savol o'tkazib yuborgan bo'lsa, bu A javobda turibdi. 61-savolning javobi quyidagicha. Quyidagi shaklda ikkita qora va ikkita qora bu yerda va bitta qora mana bitta bo'yalgan bo'lsa, mana shu 6 ta katakchani necha xil ko'rinishda, ya'ni turli xil ko'rinishda bo'yash mumkin deyapti. Ya'ni qoralar orqali bu 10 xil bo'ladi. 62-savolning javobi quyidagicha. 4 ta kompaniya bor: Baxt Cosmetics, Best Logistica, EduHealth va Chinor. Va ularning aksiyalar narxi jadvalda mavjud. 4 ta odamning kompaniyasiga ega aksiyalari. Nizomning aksiyalari ko'tarilganda Olimniki tushgan. Olimning aksiyalari ko'tarilganda Aziz kompaniyasining aksiyalari tushgan. Azizning aksiyalari ko'tarilganda Nizomniki tushgan. Mana shundan kelib chiqib Saidaning kompaniyasi qaysi ekanini topishimiz kerak. Xo'p, biz Nizomning kompaniyasi Best Logistic deb oladigan bo'lsak, ko'tarilganda Olimning aksiyalari tushishi kerak. Misol uchun 7 dollardan 11 dollarga ko'tarilganda mana shu joyda ko'tarildi va mana shu joyda tushgan aksiya faqat mana bu yerda 5 dan 4 ga tushgan. Demak, mana bu kompaniya Olimniki ekan. Demak, EduHealth Olimniki deb tasavvur qilamiz. Endi Olimning aksiyalari ko'tarilgan vaziyat qanaqa? Mana 4 dan 5 ga ko'tarildi. Demak, mana shu holatda Aziz kompaniyasining aksiyalari tushishi kerak. Aksiyalar tushgan kompaniya faqat bu yerda Chinor. Demak, Chinor Azizga tegishli. Mana bu yerda tushgan. Endi Azizning aksiyalari ko'tarilganda, ko'tarilishi qayerda? Mana 5 dan 7 ga ko'tarilganda Nizomniki tushishi kerak. Nizomning aksiyalari 11 dan 10 ga tushdimi? Tushdi. Demak, haqiqatda Best Logistica Nizomniki, EduHealth Olimga tegishli, Chinor Azizga tegishli ekan. Saidaning kompaniyasini so'rayotgan bo'lsa, bu Baxt Cosmetics bo'ladi. Bu A javobda turibdi. 63-savol javobi quyidagicha. 1 dan 6 gacha raqamlangan sharchalar ikkita qutiga joylangan. Ikkala qutiga ham 3 karrali sonlar mavjud. Bu degani bittasida 3, bittasida 6 bor va sharchalardagi sonlar yig'indisi bittaga farq qiladi. Bu degani bitta qutida sharchalar yig'indisi 10, bittasida 11 bo'lishi kerak. Endi joylashtirib chiqadigan bo'lsa 3, 2, 5 raqamli sharchalar bu yerga, 6, 4, 1 raqamli sharchalar bu yerga joylashtirilishi kerak. 3 qatnashgan qutidagi raqamlar ko'paytmasini so'rayapti. 3, 2, 5 ni ko'paytirsak 30, bu B javobda bo'ladi. 64-savol. 5-avgust shanba kuni ular safarga chiqib ketishgan edi va 4-sentyabrda qaytib kelishdi. Haftaning qaysi kuni bo'ladi? Birinchi bo'lib necha kun sayrda bo'lganliklarini topamiz. Buning uchun 5-avgustdan 4-sentyabrgacha hisoblasak 30 kun bo'ladi. 30 kunni haftaga aylantiradigan bo'lsak 7 hafta-yu 2 kun. 7 haftadan keyin yana shanba bo'ladi, yana 2 kun hisoblaymiz. Bir kundan keyin yakshanba, yana bir kundan keyin dushanba. Demak, to'g'ri javob dushanba bo'ladi. Bu C javobda turibdi. 65-savolning javobi quyidagicha. Dastlab shartini o'qiymiz. Direktor o'z xodimiga aytdi: o'qituvchilar o'z ishlarini ba'zida talabalar uchun biroz chalg'ituvchi qilishlari juda muhim. Ushbu bayonotlarning qaysi biri agar to'g'ri bo'lsa, direktorning da'vosini eng ko'p qo'llab-quvvatlaydi.
Demak, direktor xodimiga aytyapti, o'qituvchilar o'z ishlarida ba'zida talabalar uchun biroz chalg'ituvchi qilishlari lozim, ya'ni qiziqarliroq qilishlari lozim. Endi biz mana shu gapni qo'llab-quvvatlaydigan variantni topishimiz kerak. Xo'p, A javobini ko'radigan bo'lsak, odamlar narsalarni o'rganish qiyinroq bo'lsa, uzoqroq eslab qolishadi. Bu to'g'ri kelmaydi. B. Ba'zi bolalar yangi narsalarni boshqalarga qaraganda osonroq o'rganadi. Bu yerda ba'zi bolalarga taqqoslagan. Bu ham to'g'ri javob bo'lmaydi. C. Hamma bolalar bir xil narsalarni o'rganishga qiziqmaydi. D javob, o'qituvchilar ba'zan o'z talabalarining ehtiyojlarini unutishadi. Xo'p, to'g'ri javob C bo'ladi. Ya'ni hamma bolalar bir xil narsalarni o'rganishga qiziqmaydi. Ya'ni hamma ham bir xil narsaga qiziqavermaydi. Shuning uchun darslarni talabalar uchun biroz chalg'ituvchi qilishlari lozim deb direktor o'z xodimiga aytyapti. To'g'ri javob C bo'ladi. 66-savol. Radioda intervyu berganida shifokor agar biz sog'lig'imiz haqida qayg'ursak, apelsin sharbati ko'p ichmaslikka harakat qilishimiz kerakligini aytdi. Ushbu bayonotlarning qaysi biri to'g'ri bo'lsa, shifokorning da'vosini eng ko'p tasdiqlaydi. Demak, shifokor aytyapti, agar biz salomatligimiz haqida qayg'uradigan bo'lsak, apelsin sharbatini iste'mol qilmasligimiz kerak deyapti. Biz uning gapini qo'llab-quvvatlashimiz uchun apelsinning sog'liqqa zarar taraflarini ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, mana shu gapni topadigan bo'lsak, A javobda ko'rsak, apelsin yetishtirish uchun ko'p miqdorda suv kerak bo'ladi. Bu sog'liqqa zarar degan ma'noni bermaydi. Xo'p, B. Kartondan olingan apelsin sharbati shisha butilkadagi apelsin sharbatidan kamroq sog'lom. Bu ham to'g'ri javob bo'lmaydi. C. Apelsin sharbatining yuqori shakar miqdori odamlarni ortiqcha vaznga olib kelishi mumkin. Mana bu sog'liqqa zarari haqida gapirilgan, demak to'g'ri javob C bo'ladi. 67-savol. Karimning maktabiga tashrif buyurgan nazoratchi aytdi. Barcha o'quvchilar o't o'chirish moslamasidan qanday foydalanish kerakligini bilishlari kerak. Ushbu fikrlardan qaysi biri agar to'g'ri bo'lsa, nazoratchining da'vosini to'liq qo'llab-quvvatlaydi. Demak, nazoratchi aytayaptiki, har bir o'quvchi o't o'chirish moslamasidan qanday foydalanish kerakligini bilishi kerak deyapti. Biz uning gapini qo'llab-quvvatlashimiz uchun haqiqatda bolalar o't o'chirish moslamasidan foydalanishi zarur, bilishi kerak shu narsani deyishimiz kerak. Xo'p, bu variantni topadigan bo'lsak, xo'p, A javob, odamlar ko'pincha o't o'chirish ko'nikmalarini o'rganish qiziqarli deb bilishadi. Yo'q, bu qo'llab-quvvatlamaydi. B. Maktabdagi ko'plab o'qituvchilar buni bolalarga qanday o'rgatish kerakligini bilishadi. Bu ham bolalar o'rganishi kerak degan ma'noni bermaydi. C. O't o'chirish moslamasini ishlata olish favqulodda vaziyatlarda qo'l kelishi mumkin. Mana shu to'g'ri javob bo'ladi. Ya'ni o't o'chirish vositasidan foydalana oladigan odam favqulodda vaziyatlarda, ya'ni o't o'chiruvchilar kelmagan vaziyatda ham o't o'chirish moslamasidan qanday foydalanishni bilgani uchun o'tni o'sha yong'inga qarshi kurashishi mumkin bo'ladi. To'g'ri javob C. 68-savol. Direktor aytayapti, o'quvchilarimiz yaxshi natijalar qayd etishi uchun Prezident maktabi o'quvchilari qilib malakali va yuqori saviyali o'qituvchilarni ishga olishimiz kerak. Ushbu fikrlardan qaysi biri agar to'g'ri bo'lsa, direktorning fikrini eng ko'p qo'llab-quvvatlaydi. Xo'p, A javob, maktab budjeti malakali o'qituvchilarga oylik to'lash uchun yetarli. Bu to'g'ri bo'lmaydi. B. Ko'plab o'quvchilar odatda o'qituvchilarni boshqalari bilan taqqoslaydilar. Bu ham to'g'ri kelmaydi. C. Malakali o'quvchilar odatda yaxshi natijaga erishadilar. D. Karim yangi o'qituvchi bo'lsa-da, juda tirishqoq o'qituvchi, demak u Prezident maktabida juda mos. Bu to'g'ri javob C bo'ladi. Ya'ni malakali o'quvchilar odatda yaxshi natijaga erishadilar. Chunki direktor aytayaptiki, malakali va yuqori saviyali o'qituvchilarni ishga olishimiz kerak deyapti. Biz buni gapini tasdiqlashimiz uchun haqiqatda malakali o'qituvchining o'quvchilari yaxshi natijaga erishishini aytishimiz mumkin bo'ladi. Bu C javobda turibdi. 69-savol javob quyidagicha. Agar o'zingizni yaxshi his qilsangizgina maktabingizning sport jamoasida o'ynashingiz mumkin. Agar siz kasal bo'lsangiz yoki yaralangan bo'lsangiz, o'zingizni yaxshi his qilmaguningizcha hech qanday sport bilan shug'ullana olmaysiz. Xonim Karimi aytayapti. Kelli bugun musobaqani o'tkazib yubordi, demak u kasal bo'lsa kerak. Bu noto'g'ri javob bo'ladi, chunki musobaqani o'tkazib yuborgan bo'lsa, kasal bo'lishi ham mumkin yoki yaralangan bo'lishi ham mumkin. Ya'ni o'zini yaxshi his qilmayotgan bo'lishi mumkin. Demak, xonim Karimining gapi noto'g'ri. Devis xonim aytayapti, agar u kasal bo'lsa va shanba kunigacha o'zini yaxshi his qilmasa, u shanba kuni musobaqasini ham o'tkazib yuboradi. Xo'p. Bu ham noto'g'ri, ya'ni kasal bo'lsa va shanba kunigacha o'zini yaxshi his qilmasa, yo'q, shanba kunigacha o'zini yaxshi his qilsagina, yaxshi his qilgan taqdirda ham musobaqani boshqa sabablar orqali o'tkazib yuborishi mumkin bo'ladi. To'g'ri javob D. Na Karimi xonim, na Devis xonim haq emas. 70-savol. Faqatgina rassomlik to'garagiga boradigan 5-sinf o'quvchilari ushbu to'garakdagi yagona o'quvchilardir. Ya'ni biz bu bilan qanday xulosaga kelishimiz mumkin? Faqat rassomlik to'garagiga boradigan 5-sinf o'quvchilar, ya'ni 5-sinf o'quvchilari ichidan faqat rassomlikka boradigan o'quvchilar to'garakdagi yagona o'quvchilar. Demak, rassomlik to'garagida o'quvchilarning bari 5-sinf o'quvchilari.
Kamol aytyapti, bizning sinfimiz rassomlik to'gariga bormaydi. Demak, ular 5-sinfda o'qimaydi. Noto'g'ri. 5-sinf bo'lib turib ham rassomlik to'gariga qatnashmasligi mumkin. To'lib aytyapti, yaqinda bo'lib o'tgan futbol chempionatida rassomlik to'garagidan hech kim qatnashmadi. Demak, 5-sinfdan hech kim futbol chempionatida qatnashmagan. Bu ham noto'g'ri, ya'ni rassomlik to'gariga bormaydigan 5-sinf o'quvchilari mavjud bo'lishi mumkin va ular futbolda qatnashgan bo'lishi mumkin. Demak, to'g'ri javob D bo'ladi. Na Tolib, na Kamollarning gapi to'g'ri. 71-savol. Bobur darsga bormasagina ishga bormaydi. Ya'ni boshqa vaziyatlarda ishga boradi. Demak, darsga bormasagina ishga bormaydi. Agar u ishga bormasa, telefon o'ynaydi. Demak, ishga bormasa telefon o'ynaydi. Darsga bormasa ishga bormaydi. Xo'p, G'ayrat aytayapti, Bobur bugun ishga bormadi, demak darsga ham bormagan. Xo'p. G'ayratning gapi to'g'ri yoki noto'g'riligini bilish uchun G'ayratning gapini keladigan bo'lsak, Bobur ishga bormadi, demak darsga ham bormagan. Noto'g'ri, ya'ni darsga borib turib ham ishga bormasligi mumkin edi. Xo'p, G'ayratning gapi noto'g'ri. Ismoil, bugun Bobur darsga bormadi, demak telefon o'ynayapti. Xo'p, darsga bormasa ishga bormas edi, ishga bormasa telefon o'ynar edi. Demak, Ismoilning gapi to'g'ri. Bu faqat Ismoilning gapi to'g'ri bo'ladi. B javobda. 72-savol javobi quyidagicha. Ikkita sinfdoshlar Malika va Nargiza bugungi 30 savoldan iborat imtihondan 70 balldan yuqori ball olgan talabalargina o'tadi. Hech kim 70 balldan baland ball to'plab yiqilmaydi. Xo'p, Malika aytayapti, men 5 ballik 10 ta savolga, 4 ballik 6 ta savolga javob berdim va qolgan 4 ballik 4 ta, 3 ballik 10 ta savollarga taxmin javob berdim. Demak, men imtihondan yiqilmayman deyapti. Xo'p, 5 ta 10 ballik, 10 ta 5 balliga javob bergan va 6 ta 4 balliga javob bergan bo'lsa, to'g'ri javob bergan bo'lsa, shu yerning o'zida 74 ball bor. Va qolgan taxminlari bilan hisobga olganda 74 dan yuqori bo'lishi ham mumkin, lekin eng kam 74 ball. 74 balldan yuqori olgan hech kim yiqilmas edi, demak, Malika o'tadi. Demak, Malikaning gapi to'g'ri. Nargiz aytayapti, birorta ham 5 ballik savolga javob bera olmadim. Demak, 5 ballikdan 0 ta javob bergan. Qolgan 4 ballik va 3 balliklarni har biridan 10 tasiga ham to'g'ri javob bergan taqdirda ham 4 ballikdan 10 ta, 3 ballikdan 10 ta 70 ball bo'ladi, lekin imtihon o'tishi 70 balldan yuqori o'tish kerak. Yuqori bo'lish kerak. 70 ball bu imtihondan o'tadi degani emas. Demak, Nargiza imtihondan yiqilaman deyapti, bu to'g'ri. Demak, imtihon aniq yiqiladi. Malikaning gapi ham, Nargizaning gapi ham to'g'ri. Bu C javobda turibdi. 3-savol. Ulyans xonim boshqa talabaga yordam berayotganda shisha sindirilgan ovozni eshitdi. U orqasiga o'girilib, kimdir shisha idishlarni jihozlar shkafidan tashqariga olib ketayotganda hamma narsani tashlab yuborganini ko'rdi. Anya, Brianna va Charli shkaf oldida bo'lgan yagona talabalar edi. Shuning uchun ulardan biri bu ishga sababchi bo'lishi kerak. Ulyans xonim ular bilan suhbatlashish uchun bordi. Anya aytayapti, bu men edim dedi. Brianna, men buni qilmaganman dedi. Charli, aslida Anya buni qilmagan dedi. Va o'quvchilardan faqat bittasi rost gapiryapti. Keling, Charlining gapini rost deb oladigan bo'lsak, qolgan ikkalasi yolg'on gapirayotgan bo'lishi kerak. Charli Anya qilmadi deb rost gapiryapti. Demak, haqiqatda Anya qilmagan. Demak, Anya bu ishni qilmagan bo'lsa, bu men edim degan gap ham yolg'on bo'ladi. Demak, Anya bu men edim deb yolg'on gapiryapti. Brianna esa men qilmadim deb yolg'on gapiryapti. Demak, men qilmadim degan gap yolg'on bo'lsa, demak, idishlarni Brianna sindirgan. To'g'ri javob B bo'ladi. 74-savolning javobi quyidagicha. 3 ta bola navbat bilan qutichadan o'yinchoq tanlaydi. Qutida poyga mashinasi, poyezd, boshqa qurilma mavjud. Biz bolalar o'yinchoqlarni qanday tartibda tanlaganini bilmaymiz, lekin har bir bola qaysi o'yinchoqlarni afzal ko'rishini bilamiz. Carol mavjud bo'lgan birinchi o'yinchoqni tanlaydi. Poyga mashinasi, jumboq, poyezd. Frank mavjud bo'lgan birinchi o'yinchoqni tanlaydi. Jumboq, poyezd, poyga mashinasi. Marta mavjud bo'lgan birinchi o'yinchoqni tanlaydi. Poyga mashinasi, poyezd, jumboq. Carolda bugun jumboq bor deyapti. Ya'ni qanday tartibda tanlaganini bilishimiz kerak. Xo'p, Carol birinchi bo'lib mashinani tanlaydi. Agar mashina bo'lmasa, jumboqni tanlaydi, jumboq bo'lmasa, poyezdni tanlaydi. Endi u Carolda bugun jumboq bo'lsa, demak, u birinchi agar mashina bo'lganda mashinani tanlardi. Endi u jumboqni tanladimi? Demak, u mashinani undan oldin kimdir olib bo'lgan. Kim olgan desa, Marta olgan bo'ladi. Chunki Marta birinchi urinishda mashinani olish kerak edi. Demak, birinchi mashinani Marta olgan. Mashina ketgandan keyin Carol mashinadan keyingi jumboqni olgan. Demak, Carol ikkinchi bo'lib jumboqni tanladi, a Frank esa uchinchi bo'lib poyezdni tanlaydi. Chunki Frank birinchi bo'lib jumboqni tanladi. Jumboqni Carol oldi. Poyezdni, unga poyezd qoladi, poyezdni uchinchi bo'lib tanlaydi. Demak, ketma-ketligi bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, Marta, Carol, Frank. Bu esa C javobda bor. 75-savol javobi quyidagicha. Karimda 4 ta turli kitoblar bor: tarixiy, badiiy, ilmiy va she'riy. U badiiy kitoblarni ilmiy yoki tarixiy kitoblar bilan ustun-ust bo'lishini va ilmiy kitoblarni she'riy kitoblar bilan ustun-ust bo'lishini xohlamaydi. 4 ta kitobni hammasini tokchaga bir ustun qilib taxlamoqda. Bunda u qaysi kitobni tarixiy kitoblari ustiga qo'yishi kerak deyapti. Xo'p,
Birinchi vaziyatda badiiy kitob, she'riy kitob, tarixiy va ilmiy ko'rinishda bo'lishi mumkin. Ko'rib turganingizdek, badiiy, tarixiy va ilmiy bilan ustma-ust emas va ilmiy kitob, she'riy kitob bilan ustma-ust emas. Birinchi holatda bunday, ikkinchi holat shuni teskarisi, ya'ni ilmiy, tarixiy, she'riy, badiiy. Bizdan so'ralayotgan narsa tarixiy kitoblarning ustiga qanday kitoblar qo'yiladi desa, birinchi holatda she'riy, ikkinchi holatda ilmiy. Demak, she'riy yoki ilmiy bo'lishi mumkin. To'g'ri javob C bo'ladi. 76-savol javobi quyidagicha. Otabek bosh qotirma yechishga harakat qilmoqda. W, X, Y, Z qutilari bor va qutilarda turli xil miqdorda xazinalar bor. Xazinalarda qaysi birida ko'proq, qaysi birida kamroq ekanini bilishga yordam beradigan bizda 3 ta ma'lumot bor va 4-chi ma'lumotni ham birlashtirgan holatda qaysi qutida ko'proq, qaysida kamroq ekanini bilishimiz kerak. Birinchi ma'lumotda X, Z ga qaraganda ko'proq, ikkinchi ma'lumot W, Y ga qaraganda ko'proq, uchinchi ma'lumot W, X ga qaraganda ko'proq. Xo'p, birinchi va uchinchi ma'lumotni birlashtiradigan bo'lsak, W quti X qutiga qaraganda ko'proq, X quti Z ga qaraganda ko'proq. Demak, W eng ko'pi, X keyin Z. Endi bizga kerak bo'layotgani Y bilan X ni taqqoslashimiz kerak bo'ladi va C javobda Y qutida X qutiga qaraganda ko'proq deydigan bo'lsak, eng ko'pi W, keyin Y, keyin X, keyin Z. Demak, to'g'ri javob C bo'ladi. 77-savolning javobi quyidagicha. Malika kechasi bo'ladigan bazm uchun odamlarni chaqirishni xohlaydi. Odamlar ko'proq kelishi uchun taklifnoma tarqatib chiqish kerak. Tolib aytayapti. Malikani bazmiga juda kam odam keladi. Demak, u taklifnoma tarqatmagan. Quyidagi gaplardan qaysi biri agar to'g'ri bo'lsa, Tolibning fikridagi xatoligini ko'rsatadi. Demak, Tolibning fikricha Malikani bazmiga juda kam odam kelgan. Demak, u ko'p taklifnoma tarqatmagan. Biz buni xatoligini ko'rishimiz kerak. Xo'p, A javob. Malikani shu kuni sinfdoshlari ham kelish kerak bo'lgan. Bu yordam bermaydi. B. Malikaning o'sha kuni tug'ilgan kuni edi. Bu ham odam kam kelishiga sabab bo'la olmaydi. C. O'sha kuni favqulodda vaziyat tufayli barchaga uylardan chiqmaslik aytilgan. D. Malikaning sinfdoshlari ham uning bazmiga tashrif buyurgan bo'lishi mumkin. To'g'ri javob C bo'ladi. Ya'ni Malika taklifnoma tarqatgan, lekin o'sha kuni hammadan uyda bo'lishi so'ralgani uchun shu sababli juda kam odam kelgan. Ya'ni deyarli kelmagan. Shuning uchun to'g'ri javob C bo'ladi. 78. Malika aytayapti. Men sog'liq uchun zararli ichimliklarni ichmayman. Kola ichimligi gazli va sog'liq uchun zararli. Demak, men uni o'rniga sharbat ichaman. Xo'p, quyidagilardan qaysi biri agar to'g'ri bo'lsa, Malikning fikridagi xatolikni ko'rsatadi. Demak, kola zararli, uni o'rniga sharbat ichaman degan gap xatoligini ko'rsatishimiz kerak. A javob. Kola ichimligining shakarsiz turi ham mavjud. Yo'q, bu zaiflashtirmaydi. B. Gazli ichimliklarni odatda bayramlarda ko'p iste'mol qilinadi. Bu ham bizga umuman kerak emas, chunki bayram haqida gapirilmagan. C. Ko'plab sharbat turlari ham kimyoviy yo'llar bilan hosil qilinmoqda. Mana bu to'g'ri javob. Ya'ni kola zararli, uni o'rniga sharbat ichaman deyapti. Biz uni xatoligini ko'rishimiz uchun yo'q, sharbat ham zararli deyishimiz kerak. Sharbat zararli deydigan ma'no bizda C javob, ya'ni kimyoviy yo'llar bilan tayyorlanmoqda. 79-savol. Atirgul qizil va iforli bo'ladi. Kumush aytayapti. Hovlidagi gul juda xushbo'y va u qizil, demak u atirgul bo'lishi kerak. Quyidagilardan qaysi biri agar to'g'ri bo'lsa, Kumushning fikridagi xatolikni ko'rsatadi. Demak, Kumush hovlida xushbo'y va qizil gulni ko'rgan, demak uni atirgul deb taxmin qilyapti. Biz uni xatoligini ko'rishimiz kerak. Xo'p, D javob to'g'ri bo'ladi. Ya'ni xuddi shunday boshqa turdagi gullar ham bo'lishi mumkin. Ya'ni xuddi qizil va xushbo'y, lekin atirgul emas, boshqa turdagi gullar bo'lishi mumkin. To'g'ri javob D bo'ladi. 80. Karim aytayapti, sportchilar juda chidamli bo'lishadi. Ko'plab sportchilar turli xil ob-havo sharoitlarida, hattoki yomg'ir qonlar tinimsiz yugurib mashg'ulotlar o'tkazadi. Tolib aytayapti, mening qo'shnim juda ham chidamli. U turli xil ob-havo sharoitlarida ham ko'chada tongda yugurishni kanda qilmaydi. Menimcha u sportchi bo'lishi kerak. Quyidagilardan qaysi biri agar Tolib to'g'ri bo'lsa, Tolibning fikridagi xatolikni ko'rsatadi. Demak, Tolibning aytishicha ertalab turib yuguradi, yomg'irda yoki boshqa havoda ham, demak u sportchi deyapti. Biz uni xatoligini ko'rishimiz kerak. A. Sportchilarning deyarli hammasi tongda yuguradi. Yo'q, bu bizga kerak emas. C javobni qaraydigan bo'lsak, sportchi bo'lmasdan turib ham ertalab yuguradiganlar bo'lishi mumkin. Ya'ni xuddi shunaqa bo'ladi. Tolib aytayapti, mening qo'shnim har ertalab chiqib yuguradi, demak u sportchi deyapti. Biz uni xatoligini ko'rishimiz yo'q. Sportchi bo'lmasdan turib ham ertalab chiqib yugursa bo'ladi deyishimiz kerak. To'g'ri javob C bo'ladi.